Bu safar futbol faqat futbol bo'lmadi. O'zbekistonlik muxlislar butun dunyoga qanday xalq ekanimizni ko'rsatdi. Minglab muxlislar Amerikaga borib, bayrog'imizni baland ko'tardi. Milliy liboslarimiz bilan yurtimizni munosib tanishtirishdi. Blogerlar, san'atkorlar, DJ-lar va oddiy insonlar bir maqsad yo'lida jam bo'lishdi. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash uchun. Natijada dunyoning turli burchaklarida O'zbekiston haqida ko'proq gapira boshlashdi. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham minglab insonlar bizni qo'llab-quvvatladi. Brendlar ham bu tarixiy lahzalarning bir qismiga aylandi. Masalan, Korzinka Go muxlislar uchun maxsus merch va atributikalar oldindan tayyorlab qo'ydi. Bu odamlarga ushbu tarixiy voqeaning bir bo'lagi ekanini yanada chuqurroq his qilishga imkon berdi. Sizningcha O'zbekiston bu safar nimani yutdi? Meningcha eng katta yutug'imiz birdamligimiz bo'ldi. Biz butun dunyoga o'zbek xalqining mehrini, milliy qadriyatlarini va birlashganda naqadar kuchli ekanini ko'rsatdik.